Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining bugungi xabarlar programmasiga xush keldinglar. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsilatı olsun. Xitay xəbər toruning 8 ayının 4-cü gündəki xəbərdə bildirilishicha, 2023 yillik atalmış Şinjanning yazlıq açlıq ishlab chiqarish to'g'risidagi axborot e'lon qilish yig'ini 4 avgust Urumchida o'tkazilgan. Bu yil vatanimizning har qaysi joylaridagi yazlıq açlıqning umumiy mahsulot miqdori 7 million 120 ming tonna bo'lib, oldingi yilga solishtirganda 460 ming tonna eshib, tarixdagi eng yuqori rekord yaratgan. Umumiy mahsulot miqdori Xitoyning davlat ichi bo'yicha 1-o'rinda turgan. Bu yil Sharq Turkistonda asosliqi bug'doy, yazliq dalliq ziroatlarning terilg'u ko'lami oldingi yilga solishtirganda 792 ming mo ko'paygan. Bu Xitoyning yazliq ochliq ko'lamining 67,2%ni egallagan. Sharq Turkistondagi terilg'u yerning ko'payishi Xitoy davlat ichi bo'yicha 1-o'rinda turgan. 2022 yilning oxiriga qadar Sharq Turkistonda 36 million modan ortiq yuqori o'lchamli terilg'u yer qurilgan bo'lib, bu mangulik asos terilg'u yerning 57,4%ni egallagan. Xitoyning alohida eskartmasida ko'rsatilishicha, atalmış Şinjan ishlab chiqarish va qurilish atartini, ya'ni Bingtuan o'siga olmaydi ekan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy hukumati Sharq Turkistonning yezigilik taraqqiyotiga zo'r mablag' solib, texnik kuchab taraqqiy qildirib, ochliq mahsulot miqdorini zo'r darajada oshirgan. Xitoy hukumati vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoyni ochliq va yemaklik bilan ta'minlashida texnik muhim rol o'ynaydiganligi, Sharq Turkistonning Xitoy davlat ichidagi eng chong ochliq ishlab chiqarish bazasi va ombiri ekanligini, shundaqla atalmış Şinjanning Xitoyning ayrilmas bir qismi ekanligini alohida ta'kidlagan. Xitoy Xinhua to'rining 8 ayning 4-cü gündəki xəbərdə deyilishicha, 8 ayning 3-cü günü Xitoy Markaziy radio televiziya stansiyasining atalmış Şinjan baş shtabi Urumchida ochilib ishga kirishtirilgan. Xitoyning bu Markaziy radio televiziya stansiyasining atalmış Şinjan baş punktini Sharq Turkistonga qurishdagi asosiy maqsadi atalmış Şinjanning madaniyatini har xil tipdagi texnik yuqori sifatli asarlarga aylantirib tashviq qilish hamda atalmış Şinjan bilan madaniyat sayohat turlari jihatda strategik hamkorlikni qanot yedirib, Ipak yo'li iqtisodiy belbog'ining yadrolik rayoni qurilishini ilgari surib, atalmış Şinjanning go'zal obrazi va baxtli turmushini dunyoga namoyon qilish. Shundaqla Xitoyning qizil madaniyatini atalmış Şinjan xalqiga keng singdirib, Cunguç uslubdagi zamonaviylashgan Şinjanni qurib chiqish hamda atalmış Şinjanning go'zal hikoyasini Xitoy davlat ichi va sirtiga anlatib, Xitoy hukumatining qizil tashviqotini texnik keng ko'lamda kengaytirishni planlagan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr xo'sh, Allohga omonat.